Ne? Voy men zo'r olib chiqdim bularda Dam olish qanday? Biz piknikdamiz, kecha soat 12 bo'lyapti mana. Yeb ichar zo'r, tog'damiz. O'zini parhez buzish bilan boraman mana. Ko'rasizlarmi? Mana bugun biz dam olishga chiqdik. O'zimning qaynopam, opajonim, Sharifjon bilan suhbatimiz bor. Bugungi dam olishlar qanday bo'lyapti? Nima uchun bir dam olishga chiqdingiz? Nima ma'no mazmun bor? Siz uchun qanday rohat bag'ishlaydi bir kelganingizni shu haqida bir aytasiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun mana oilamiz bilan farzandlarim, opcham, oilasi, akam, do'kon oilalari bilan dam olishga chiqqandik. Allohga shukr, shunday ulug' kunlarga yetkazganiga shukr. Mana shunday chiroyli manzaralarda mazza qilib dam olyapmiz. Charchoqlarimiz chiqyapti. Kun mobaynida tadbirkormiz, ishlaymiz ertalabdan kechgacha. Bitta ishda har kuni odam zerikadimi yo shunisiga ham shukr. Shunga bir hamma narsani unutib, o'zimni sevib, mazza qilib ortiq olish uchun kelgandik bugun. Mazza qilib dam olyapmiz. Shunaqa chiroyli darajalarda toza havo, salqin, mazza qilib dam olyapmiz. Siz nima deysiz endi? Voy men zo'r olib chiqdim bularda Dam olish qanday bo'lyapti? dam olish zo'r. Kuz kelib qoladi dedim, kelsak kuz ekan hamma joy bu yerda. Sal yomg'irli havo bo'lyapti shunga. Yomg'ir yog'yapti. Salqin havolar. Juda qiynalib ketdim bularda olib chiqquncha.